Do'stlar, biz mana hozirda terma pichoq yasadik, terma noj. Buning vazifasi mana kiyimni etiketkalarini kesish. Kiyim etiketkalarini kesadi. Bu nima uchun kerak? Men etiketkani agar qachida pichoqda kesadigan bo'lsa, mana iplari titilib, chochilib, yaroqsiz bo'lib qolar ekan. O'shaning uchun issiqlikda kesish kerak ekan. Shunda mana tolalari kleylanib, yopishib qolar ekan bir-biriga. Shuning uchun bizga hozir mana tekstildan zakaz tushdi. Mana shunaqa pichoq yasab ber degan. Spesial uzunroq qildik, чтобы ikki tomoni ikkita odam o'tirib ishlashi uchun va o'rtasidan anaqa stoyka berib qo'ydik. Bu stoyka mana bu pichog'imiz o'ynab ketmasligi uchun. Spesial shunaqa qilindi. Oladi, tirs kesaveradi. Mana bu narsalarni ham kesadi. Qiyinchiliksiz kesadi. Kimga shunaqa apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Mana ko'ryapsizlarmi? Biz spesial bir qavatliga nastroyka qilib qilganmiz. Agar 4 qavatli bo'ladigan bo'lsa, 4 qavatga ham qilib berishimiz mumkin. Telefon nomerlarimizni pastda yozib qoldiramiz. Bizga aloqaga chiqinglar, sizlarga zo'r qilib yasab beramiz. Bunimizda yana bitta qulayligi 220 voltda ishlaydi. Mana rozetkasi 220 da ishlaydi. O'zini yoqib o'chiradigan tumbler bor, kichkinagina. Yoqamiz, qizil chiroq yonadi. O'chiramiz, o'chadi. O'chirdik, uje mana sovuq qoladi. Bemalol ekspluatatsiya, ya'ni u yoq bu yoqqa ko'chirish mumkin. Tez soviydi. Ya'ni opasniy emas. Xo'p, shu bilan shunaqa. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, men aloqaga chiqinglar. Xohlagan turinglarda, xohlagan nagruzkada yasab berishimiz ham mumkin.